Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun mana baliq bozorimizga chiqib qolganmiz. Marg'ilon Kamiyat qush bozorining oldidagi. Xudo xolasa shu baliq bozoridan ozgina video chaqib beraman. Muhammad Ali aka. Baliqlaringiz narxlarini tanishtirib oling aka. YouTube obunachilarimizga eksklyuziv baliqlaringizdan ko'rsating aka. Qaysidan bundan boshlaylik? Arandalar bor 15 mingdan 20 mingdan. Tetradonlarchi? Tetradon kattasi 200 ming, kichkinasi 80 ming. Ishlaydigan baliq ana shu. Ishadi. Bularchi? Ternetsalar 15 ming jupi. Mana bularchi? Pilisoslar 40 ming, 80 ming. Toshbaqalar 60 ming. Bitta so'mlik ham bor mana. Kichkina bolalar ekan, ha? Nech puldan bular? 50 mingdan. Bularchi? Ikkitasi 15 ming. Papugaylarchi? Papugaylar 130 dan qilib beramiz. Afrika. Afrikalar 100 mingdan. Tetradon bor kattasi mana. Ishadigan. Buni 200 ming qilib beramiz. Niski notchi. Nishkini 80 ming. Astronaslar. Astronaslar 60 mingdan qilib beramiz. Afrikalar. Afrikalar ham 60 mingdan. Ko'proq olsa tushib beramiz. Hammasi 60 ta atrofda. Ha. Pastami ko'yalarchi? Ko'yalar 15 mingdan 30 minggacha. Nima bu rokingmi nima? Hatto roykillar bor mana. Nech pul? Mana shunaqa razmerdalar 100 ming, bunaqalari 130 mingdan. 130 ming so'mdan. Keyin pandalar bor mana. Panda nech pul? Panda trikolor. Bular jupi 350 ming. Nima bu qimmat aka? Privoznoyda bu chetdan keladi. Nomer necha? 90 534 10. Aka rahmat. Jahongir aka assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum assalom kelinglar. Abzor G'uvorsi aka. Birinchi aksessuardan boshlaylik. Ko'pchilik aksessuarga qiziqadi. Endi hozir bahor kelyapti, bahor kelyapti deymi? Yoz kelyapti. Yoz kelyapti. Aka akvariumlarni tanishtirsiz. Akvariumlarimiz bu 140 litrliklarimiz sotiladigan narxini aytamiz. Ular 350 ming so'm bo'lyapti. Mana unisi 400 ming so'mligi, jicha ko'proq. Bu qopqonligimiz bor 500 ming so'm bo'lar. Avvallichi. Avvalliklarimiz sotiladigani bunisi 500 ming. Bunisi 600 ming bunisi. Bunchi kattaroq. Kattamiz ham 600 ming, to'rt burchak. 550 ming qilib beramiz bularni. Aksessuarlarchi ani? Aksessuarlarimiz 25 ming so'mdan bor. Bu kattalar 35 ming so'mdan. Ana 40 ming, 150 ming, 80 mingdan, 70 mingdan. Yumaloq akvariumingiz necha pul? Yumaloq akvariumlarimiz bunisi 60 ming so'mligi, bu 120 ming so'mligi. Filtrlari hamma akvariumlarga bor. Biofiltrlar necha puldan? Biofiltrlarimiz 100 ming, 140 ming, 210 ming. Har xillaridan bor. Har xillaridan bor. Nimalariga bor ekan, necha pul? Atmillar ham bor. Atmillar 260 ming, 320 ming, mana 220 ming, 140 ming, 100 ming. Xullas hamma narsasi bor. Bor, hamma narsalar bor. Yemlarini tanishtiring. Yemlarimiz kilosi 110 ming so'mdan boshlanib 750 minggacha chipslarimizgacha bor. Xishning, mirning hammasidan bor. Kartaga tashlaydi. Nimangiz o'tkazib beramiz. Xishnilarimizda Afrikalar bor. Astronatslar bor. Papugaylarimiz bor. Necha pul astronavt papugaylar? Astronavtlarimiz 50 mingdan, papugaylarimiz 150 mingdan. Afrikalar bular privoznoylarimiz 50 mingdan qilib beryapmiz. Bularda 35 ming so'mdan. Mesnilar, bu ham 35 mingdan. Bu skalarilarimiz 30 mingdan. Skalari boshqacha turibmi? Anaqa qop-qorasidan. Qop-qora yo'q, oddiy. Faqat rangi qora. Arandalarimiz 75 mingdan. Bularchi mana. Bularimiz 40 mingdan, bular 25 mingdan. Chorniy prinslarimiz 50 ming so'mdan. Peranilar 50 mingdan. Originalidanmi? Yo'q, xishnidan emas. Bularchi? Papugay pandalarimiz 25 mingdan. Bular skalari o'sha tepada edi, bular ikkitasi 15 mingdan. Bularchi? Bularimiz 25 minglik razmerdagi pastdagisi. Mana ularchi mana. Katta ko'yalarimiz 150 mingdan. Qizil shapkalarchi? Bular optim berdik 25 mingdan. Optimga ham seyrobmi? Ha, bor serob. Nomer necha? Jahongir aka? 97lik 501 24 30. Rahmat. Mana joningiz sog' bo'lsin aka. Rahmat. Alisher aka, xorib endi.
Assalomu alaykum. Hop, toshbaqalar nechi pul aka? Toshbaqamiz 70 ming. Risoslarchi? Lisos 50 ming, Afrika 40 ming, kattasi 70 ming, 60 ming. Nima papugaylar? Papugaylar 130 ming. Pangasmi? Akular 40 ming maydaroq qolgan. Astronavtlarchi? Astronavt 40 ming. 15 ming. Ular 15 ming? Ha, bular 15 ming, kattarog'i 20 ming. Ana to'yalarchi? To'yalar 20 ming, 40 ming. Kattasi. Bu yerda bir bu bolalari bilanmi? Bir jup papugay bor, panda. Bolalari bilan tayyor bolalayotgan baliq 200 ming so'm bo'lishi. 200 ming so'm. Azizlar ko'paytirishga vaqti qulay narsa mana shu. Nomer nechida ekan? Nomer 91 667 77 97. Qadrdonlar, qo'limizdan kelgancha mana videoda qildik baliqlar bo'yicha. Marg'ilon kombinat bozorimizga kelsanglar, Qush bozori yonida joylashgan. Bemalol kelib, assortimentlarni ko'rib, maza qilib xarid qilib kelsanglar bo'ladi. Aylanganni ham kelishinglarni tavsiya qilamiz. Qushlar bor, mana baliqlar bor. Ayniqsa payshanba kuni juda ko'p odam bo'ladi.